İcabilik to'xtalaylik bugün. İcabilik etrafımızdaki reallik bilan moslashish, etrafımızdaki reallik bilan moslashish kerak bo'lsa, uni foydali tarafga o'zgartirish uchun chin qalbidan keladigan qizg'inlik va ishonch deganlik ijobiylik. Ya'ni etrafımızdaki narsalar moslashanmagan taqdirda uni o'zimizdagi foydasiga ko'rish. Hem de hayatga ijobiy mavqada bo'lish, etrafımızdaki kişilerge ve narsalarga ijobiy nazar bilan qarash bizni ko'plagan krizislardan saqlaydi dedi ve xo'shalligimizni oshiradi. Ijobiy bo'lish boshqalarni o'ziga jalb qiladigan va ularga ta'sir ko'rsatadigan sehrli ish. Mesela ijobiylik. İnsan her işte ijobiy bo'lsa, hayotlikning hamma sohada muvaffaqiyat qozonadi. Qur'on Kerimda o Araplarninki şu vaqtdagi Araplarning ikki turlik Araplarni bayon qildi. Deydi, sahrolik Araplardan ba'zilari Allah yo'lda bergan narsalarini siliq hisoblaydi. Sizlarning beshinglarga hodisalarning kelishini kutadi. Ular kutgan yomonlik hodisalar ularning o'zlariga kelsin. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir deydi. Sahrolik Araplarning ba'zisi bunday sadaqa beringlar, ma vatanni ozod qilishga yordam qilinglar deb Rasululloh shunday desa, birdi bu bizga bir kelgan bu bojg'o bu, sadiq bu bizga bir seliq ham ba'misa qutlayolmaymiz deb achchiqlab birdi. Bu savab bo'lmaydi ham uning, savab bo'lmaydi. Yana deydi sahrolik Araplarning yana ba'zisi Allohga va oxirat kuniga iymon etdi. Allah yo'lda bergan narsalarini Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qildi. Bilinglarki, ular bu orqali Rasululloh Allohga yaqin bo'ldi. Alloh ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizdi. Shaksizki Alloh nihoyat mag'firat qilguchidir, to'limi mehribondir deydimda. Endi bu yerda yuqorqi ikki firqa ikkilisi Alloh yo'lda pul mol sarf qildi. Ikkilisi pul mol sarf qildi, ama birini debdi, umi 10 dirham berdi. Mama 10 dirham berdi. Ama birinci adam nima deb berdi? Ben bunu biringli deb turib oldi endi. Menga kelgan bir seliq, menga kelgan bir boj ekan bu. Ben sen qutlanmam ekan. Birey endi deb birdi. Savab bo'lmaydi. Ko'ngilda çünkü savabni umid qilmaydi. Ikkinchi firqa bunu Allah'ning roziligiga erishish, payg'ambarining duosiga erishish uchun birma, men bunda bersam Allah meni yaxshi ko'rdi degan yaxshi niyat bilan birdi. İkkilisi 10 dirham birdi. Ama anıga savab yok, manıga savab var. Aşında gapimde. İcabilik diye şeyde İmam Buxari rivayet kılan bir hadiste bundan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kisallab qolgan bir adamni yo'qlab bordi da. O adam da qizitma kisallab qolibdi, bunda ateşi chiqib ekan. Saqib qolasiz inshaalloh deydi. Tuhurun inshaalloh deydi. Desa, o beni saqib qolasiz demsa, men degan yashinib qolgan adamga kelgan bir qizitma kasal bu. Bu qizitma kasal meni go'rga ilib ketdi. Ilib ketaman deydi odam. Deganki Rasululloh ashuna bo'lsin demisi deydi. Deganki Rasululloh chiqdi, odam ilib qoldi. Demak, adam faqat ijobiy emas, negativ o'ylagan gap. Shunday emasmi? Ben saqiyamı inşallah. Rasulullah geldi. Rasulullah bana dua kılsam, hem Allah'a dua kılsam saqiyişim mümkün. Saqiyamı demek. Ama ölümemdi. Ama bana faydası yok onun. Berber ölüme dedi. Adam ölememese. Tedbirden ölü düşüyor. Aynı yapımda. Hikaye kılınışacağım da bunda bir hikaye var. Turmuşka çıkan, yeniden turmuşka çıkan bir kelin kaynanasına çıkışamadı da. Kaynanamla qanday qilsam bir qaslasam deb ayda nima qildi. İnsan deganing har xil shayton insonli bo'ldi-da, musulmonlarda bo'lmaydi hamda umuman. Kaynanamni bir qaslasam deb bir dana nimaninki qishqib beribdi. Bir sehrgarning qishqib berib, "Menga bir narsa o'qib bersangiz, ashuni qaslasam" degandikin, "Ma'qul" deb bir shisha suvni beribdi. Shuni o'qidim men, shuni deb bir shisha suvni berib, har kuni bir qo'shiqdan ishkizim. Ama siz şundak bak yaxshi muamele kılın ki, üzünüzün anısından mı bak muamele kılın, ay tıllısı mı çırayla külüp durun, uğusu mu külüp durun, şunda yaxshi muamele kılmasın mı darı payda kılmaydı. Manın ki etkisi bulmaydı, paydası bulmaydı. 2 ayga çayını yapınız, 2 aydan keyin onu yaptı. 2 aydan keyin bu kelin, o adamın kışkı kelip, vay kaynanamni muşu nimeden
Muşu bala qazadını saqlab qaltqanның işini qilar. O qaynanam şunda abdan bulab ketdiki, men üzünün qızıdek görüdü, şunda ko'nglimda hech qanday nima qolmadi. Men 180 gradus men o'zgarib ketdim hozir. Qaynanamni saqlab qolish, qaynanamning salomatligi uchun duo qilaman. Shu qaynanamni endi qo'g'dab qalsa qoldi deb ketgan. Deganda odam kulib ketib, o su odatdagi suvda o ishimi yo'qdi uningda. Sizningki masala sizning kallingizda o kallingizning masala o'ngshilibdi hozir. O'ngshilgandan keyin xotirjam bilan ishim bo'lmaydi. Chunki odatdagi suvni ichkizdingiz siz debdi endi. Demak, bu insonlarda dastlabda o negativ o'ylagan, negativ salbiy o'ylagan, keyingi vaqtda u ijobiylikka o'rilgandan keyin hamma narsa yaxshi bo'lib ketgan. İttifoq, inoqlik, yaqinlik, hamma narsa shu o'ngshilib ketgancha, ashunga o'xshashamdi bu hayotdagi nima? Demak, endi bizning dunyoga va atrofimizdagi kishilarga qarata ko'z qarashimiz bizning saodatimizni yoki baxtsizligimizni belgilaydi masalan. Biz saodat, shu baxtlik bo'lish, baxtlik bo'lmaslik bir qaror deydi. Qaror. O taqdir, ya'ni taqdir deganda masalan o'zimiz ashula ishlarda o'zimiz belgilayotimiz bu ishni. Masalan, baxtlik bo'lay desang, baxtlik bo'lishining chorasini qilamiz. Baxtlik bo'lmay desang, hech qanday odam men bir baxtsiz bo'lib qolay demaydi, niyat qilmaydi, lekin baxtsiz bo'lishining ishini qilib qoldi, ishini qilgandan keyin shunga ayni baxtsiz bo'lib qoldi. Shunga bizning qarorimiz o deydi, qasd tanlash. Bizning ijobiy ko'z qarashimiz hayotdagi vazifamizni ado qilishimiz uchun yuragimizda qizg'inlik gulxonlarini yondirdi yuragimizda. Atiganda umidvorlik, ijobiylik bilan ishlarimizni Allohga topshirib, tirikchilik yo'liga qadam bosqinimizda shu kunlik muvaffaqiyatning yarmini hosil qilgan bo'lamiz deydi. Atdigan alhamdulillah, men Allohning yordami bilan ishimga menyapman. Allohning yordami bilan maktabimga menyapman. Hamma ishni Allohning yordami bilan qilyapman. Alloh mening yonimda, Alloh menga yordam qildi degan bunda. Naydi? To'g'ri shunday qarashda, Allohga bo'lgan to'g'ri qarashda bunday qilsam, Alloh taolo cho'qim yordam qildimda. Bu ish texmi yaxshi yo'lga kirdi. Hayot hamisha ko'ngillik bo'lmaydi. Ba'zida ko'ngilsizliklar va krizislar yuz beradi deydi. Ammo olimlar deydi, baxtsizligimizning 10%ga hodisalar sirtdagi sabab, ishli sabab bo'lib, 90%ga o'zimiz sabab bo'lamiz deydi. Masalan, kichik bir ish endi, oddiy bir ishni biz yo'g'intib olsak, 90% yo'g'intib olsak, bu shuni bilan 100% bir problem, mushkillar, qiyinchilik aylandi. Agar bir 10% bir ish bo'lgandan keyin uni yo'g'inatmayli, aşağıını hal qilib olsang, o masala aşağıda tugaydi. Shunga insonlar odatda shu olimlar deydi, har qanday kelishmaslik, baxtsizlik, ko'ngilsizlik shu 10% bizning ixtiyorimizning sirtida bo'lgan, sirtdan keldi. Bununki 90%'lik üzümüz sebepçi bulunmaz deydi. Mesela alimler bunda bir misalını degan. Mesela bir adam et degende işqi mangıl qopapdı. Galastikini taqab, teyyağulab, mangıl qopqandan keyin qizi çay içip oturtgan, qahve içip oturtgan. Dadam men bir suyab qo'y deb düşünama, kelgandan keyin qizimni suyab qo'yay deb munda kelib, men nimasi galastiki, bu qahve qizning qahvesiga chapilish çilişip kattı. Çilişip kalgan bu aldırıvatkan, mangıl kopkan, aldırıvatkan dada endi kiyimini kiyip boğan. Ya sen çakırmısan boğmamdı mene, buzvattın bu ne, dep aşu nait atçıqlap, galastiklerini şahit etip, kiyimlerini etip bir atçıqlandı şuna bak anılar. Atçıqlanğandan bu yanı bir balasıqa mektepninki maşinesi saklap durup o arılıqda. Dadası atçıqlap öyle problem çıkarğandan keyin onu ülgürenmey, o maşinasini apırıp koymakçı oladı. Apırıp koymakçı demdi ona. Şu maktabning maşinasi ketib qoldi. Apırıp qo'yman deb, uni bunday achchiqda, achchiqlab elib berib, maktabda xo'shmi demay maktab tushirib qo'yib oldirayman deb mangadi. Oldirayman deb mengib tiz mengib, trafik polisga yaqinlik qilib jazo to'laydi. Jazo to'lab shuni kichik pag'allik uchun ish qilib berib, mudirni tilishdi-da. Nima ketib qolding sen? Shundan kelib, Kilip ayağını bile uğraşıdı. Demek bir gün et degende beşiğe gelgen xapılıkların hemen akşam oylap çıksa, birinci qatimdagi xatolik bu galastik tiyip qalgan bo'lsa, gap qilmay galastikni shunday evet başqa galastikni taqab gap qilmay mangan bo'lsa, u
%1% problemda şunama 99% problemni bir günlük programni o'zi qildi abi. Tushundingiz nima? Ashunga o'xshash, hayot ashunga o'xshash. Ba'zida küçük bir ishni yo'g'inib, asli yo'g'inatmayla aşağıdan hal qilib tutgan nurg'unlar. Aile ishlarida shundaq, maktablarda shundaq masalan. Ailga ish hayotida shundaq. Aynı gapda har qanday bir ishni, shu kichik ishni ijobiy odamlar darhal onu üntinsiz hal qilib hech kimning ko'nglini bearam qilmay, hech kimningki ko'nglini zidilamay hal qildi. Ammo salbiy odamlar, negativ odamlar ishni cho'ngaytib, boshqa hamma odamga ziyon yetkazib, eng oxir o'zini bir kun kechkichi, o'zini avor qilgan, boshqalarni avor qilgan. Shunga bizning hayotimizda ijobiy bo'lish nihoyatda muhim. Ijobiy bo'lish degan shu, bay biz deganimizdek, shu atrofimizdagi shaylar bilan moslashish ve hamma to'g'ri qarashda bo'lish, to'g'ri. Masalan, Alloh taolaning g'aba, to'g'ri qarashda bo'lish. Alloh taolaninki hadis qudusida bir so'zi borda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bizga rivoyat qilib bergan. Deydi, "Men bandam nima o'ylasa men uchun, men shunday qilib beraman" deydi. Bandam qanday o'ylasa men shunday qilaman deydi. Bandam ya'ni Alloh menga yordam qildi, Alloh meni yolg'iz qo'ymaydi, men Alloh bilan bo'lsam kuchlikman deb bunda menga to'g'ri qarashda bo'lsa, albatta unga yordam qilman. U kuchlik bo'ldi men bilan. Ammo u meni hamda Alloh tashlayapti, Alloh menga yordam qilmaydi. Yoki men yordamga erisha olmayman. Endi mening bo'g'inim bo'lgan, endi men tugishib ketdim desa, degindek bo'ldi. Hadisning ma'nosi uchun shunga har qanday ishda biz yaxshilikman, tilda og'rib qolamanmi, yo pulsiz qolamanmi, yo imtihonni o'tamay qolamanmi, yo ishsiz qolamanmi, unda emas, hammasi inshaalloh mening o'ylaganimdan bak yaxshi mukammal bo'ldi degan e'tiqodda. Ashunda ishonch bilan endi qilsam, biz shunga qarab qadam olamiz o chaqda. Ama biz o ta'tirisini o'ylab, men qilolmayman-ku, mening o bo'lmaydi, arzu amallarim amalga oshmaydi, mening ya iqtidorim yo'q, yoki meningki kuchim yetmaydi, anda bunda deb qilsam, bizga sharoit kelgan taqdirdimi, uni qilolmaymiz biz. Bo'lmasini qilolmaymiz. Ammo biz qila olamiz deb tursak, yo'q sharoitni yarata olamiz, yo'q narsani yarata olamiz masalan. Ben kelajakda jiq pul tepib, jiq ishni qila olaman desak, masalan, shu pulni biz topa olamiz. Agar yo'q men pul topolmayman, nima qilmayman desa, pul oldimizga shu tunukdim, darajada pul agar tayyor kelib tursimi, ishni yapatimiz biz u chog'da. Bilmay ishni yapatimizda, ko'nglingda yo'q belki ümit qilmaysan, arzu qilmaysan, ishonmaysan uningga. Ama ishonsang, Alloh taolo uni o'ylamagan yerlardan birdir. Shunga bizning bu hayotda ijobiy bo'lish, to'g'ri qarash, har odam to'g'risini, boshqalar to'g'risini to'g'ri qarash, bunda gumoniy qarash emas. Men bunda qilganman, anda qilganman. Masalan, qarindoshlarimizdan birisi ya oila a'zolaridan birisidan bir xatolik yuz berdi. Qilgandan balki buni xatolashib bilmay qilib solgan bo'lishi mumkin. Afu qilib uni deb qilibdi. Bo'lmasa uni anda qilgan, manda paloni chaqda bunda qilgandim, shuning uchun alayda bunda qilgan o'xshaydi. Bunda qilgan o'xshaydi desang, bu oyog'i chiqmaydi buning. Oyog'i chiqmaydi, shuning bilan o yomonlikqa ketadi. Anda qilmay, bu xatolashib qolgan bo'lishi mumkin. Shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam iltimasli axiki 70 uzran deganda, sen bir qarindishingga, ya'ni bir musulmon qarindashga xatolashsa, o'zira sen shu anda o'g'anmiki, bunda o'g'anto, mushda o'zir suva o'xshaydi deb 70 tane o'zini qilsam qilg'in deydi. Yoki bilmay qilganto, yoki xatolashib qilganto, yoki uqmaganto, yoki anda o'g'anto, bunda o'g'an deb ashuni aqlash tarafdori bo'lib, ayda to'g'ri qarashda bo'lgan deydi hamda. Ayda bo'lganda andin mehr muhabbatmi aşıdo, hayat teximi güzel, teximi baxtlik, teximi huzurluq, teximi ranglik bo'ladi hamda hayotninki haqiqiy ta'mini tetish uchun biz hamma narsaga ijobiy. Birinchi Alloh taologa qarata ijobiy bo'lish, uning o'zimizga qarata ijobiy bo'lish. Men bu ishni qila oladigan odamga kuchim bor, ilmim bor, aqlim bor, men qila olaman-ku desh. Onun için üçüncü etrafımızdakiler hemimizge yaxşı nazar bilan qarashda, yaxşı o men üçün yaxşı oylaydı, men üçün yaxşı dua qildi, menga yaxşı qaraydı, yani ko'z qarashi menga yaxşı deb bunda e'tiqod qilamiz. Agar o ayında bo'lmagan taqdirdami bu bizning mushunda e'tiqod qilib, mushunda muomala qilganimiz qarab, har qanday odam bo'lsa bizga o'zgarib qilib, bizga